milliy terma jamoada murabbiy almashtirilishidan gap ketganda shu versiya esga kelaveradi. Gap nimada? O'shanda O'zbekiston futbol federatsiyasi Rauf Inileyev o'rniga xorijdan trener qidirgan va braziliyalik afsonaviy Zicodan rozilik olingan. 55 yoshli Ziconi terma jamoaga olib kelish bo'yicha dastlabki muzokaralar pishganda, bu xabar mamlakatimizda o'sha paytdagi eng yuqori mansabdor shaxsga yetib borgan va u bunga keskin norozi bo'lgan. Chetdan katta pulga odam olib kelish shartmi deb ayrim versiyalarga ko'ra o'zimizning qora ko'zlar yo'qmi degan. Boshqa gap so'zlarga ko'ra esa Mirjalolni qo'yinglar degan topshiriq bo'lgan. Shu bilan na klubda, na termada tayin bir natija bergan Mirjalol Qosimov terma jamoaga bosh murabbiy etib tayinlangan. To'g'ri, Mirjalol Qosimov Bunyodkor bilan Chempionlar Ligasi yarim finaligacha yetib borgandi. Lekin bu hali ahamiyatli natija emas edi. Chetdan trener olib kelishga norasmiy taqiq versiyasi mantiqlidek ko'rinadi. Chunki o'shandan keyin to 2018-yilgacha O'zbekiston milliy terma jamoasiga xorijdan murabbiy olib kelinmaydi.